Neger namaz yaxshidir uyqudan? Javob: uyqu odamning nafsi suygan zakka javob bermoq. Namoz Allohu taolo chaqirganga javob bermoq. Namoz uyqudan yaxshi. Nega tugilsa uyqu o'lmoqqa sanala. Amma namoz yashaudur. Namoz uyqudan yaxshi. Uyqu bilan qarqala yal bo'la. Namoz bilan odamning ruhi yal bo'la. Namoz uyqudan yaxshi. Nega tugilsa mu'minna kafirda o'rtaqchilik ete uyquda. Namoz ne bo'lsa qilmay Allohga inanagan mu'min odam tugilsa. Erten namazın ahullari o'zlar tavfiq berilgan Allah'ın yayından adamlardır. O'zlarning betleri qiyomat kun nurlanagan va vaqtilari barakatlangan. Sen eğer erten namazını ahullarinden bolsan, sen Allah'ga maqtav et. Seni Allah ayıqtirib chaqirganga, turg'izganga. Eğer sen erten namazını ahullarinden bolmasan, Allah'ga tila, yalbar. Allah seni erten namazga turagalardan etsin ya Allah. Bizinle Allahu Teala tuz yollaga tuzlasın. Cennetlerde erten namazga turup yürügalardan şu an arasında bulmaga Allah nasip etsin.